Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu va nusalli ala va rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alloh taologa hamd sanolar va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom salvatlar. Uxlashning odoblari, uxlashning sunnatlari degan mavzuning 16-siga keldik. 16-si Kafirun surasini o'qish. Ibn Simak Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qara'a qul ya ayyuhal kafirun." Kim qul ya ayyuhal kafirun, ya'ni Kafirun surasini o'qisa, fa ka'annama qara'a rub'al Qur'an. U Qur'onning 4/1 o'qigan kabidir. Ya'ni siz Qur'onni 4/1 qismini o'qiyman desangiz, Kafirun surasini bir marta o'qing. Agarda siz Qur'onni to'liq xatm qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'onni Kafirun surasini 4 marta o'qib qo'ying. Majazan siz Qur'onni nima qilgan bo'lasiz? Xatm qilgan bo'lasiz. Shuning uchun bu Kafirun surasi o'ta ma'noli hadislarda kelyapti. Endi uni o'qisa nima bo'ladi? Va taba'adat minhu shayatin. Undan shaytonlar uzoqlashadi. Va bari'a minal kufr, va kufrdan tozalanadi va uyquning yomonliklaridan ofiyatlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Muru sibyanakum." Mana shu Kafirun surasini o'qishlikni bolalaringizga buyuring, ular uxlayotgan vaqtlarida shuni o'qib yotishsin dedi. Fala ya'ridu lahum shay. Ularga ana shu ularga biron narsa tegmaydi, biron narsa ziyon qilmaydi, biron narsa uning vasvasa qilmaydi. Endi qarangda, Kafirun surasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qishlikka buyuryapti va bolalaringizni mana shu Kafirun surasini yodlattirib o'rgatib qo'yinglar deyapti. Undan shayton uzoqlashadi, kufrdan saqlanasiz va uyquning bezovtaliklaridan omonda bo'lar ekansiz. Endi qarang, bu yerda aytayaptiki, va bari'al minal kufr, kufrdan qutqariladi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, sizlar kichkina shirkdan ehtiyot bo'linglar deb aytadi. Ya Rasululloh, biz qanday kichkina shirkdan ehtiyot bo'lamiz? Kichkina shirk bilasizmi qanaqa? Shirk ikkiga bo'linadi. Katta shirk, kichkina shirk. Kichkina shirk ham ikkiga bo'linadi. Ko'zga ko'rinadigan shirk, ko'zga ko'rinmaydigan shirk bo'ladi. Ko'zga ko'rinadigan shirk, ko'zga ko'rinmaydigan shirk. Ko'zga ko'rinadigan shirk nima desa, odamlar nima qiladi? Uylariga taqalar ilib qo'yadi, bir narsalar ilib qo'yadi. Buni meni har xil balo qazolardan saqlaydi. Buni menga oq yo'l beradi. Ko'zmunchoq taqib qo'yadi, bu har xil balo qazolardan saqlaydi. Mana bu qilsang yaxshi ish bo'lib ketadi degan har qanday narsalar bo'ladi. U ko'zga ko'rinadigan shirk bo'ladiki, shu narsalarga tayanib qolinadi, shu narsaga suyanib qolinadi. O'zi aslida kimga suyanish kerak? Allohga. Kimga tayanish kerak? Alloh subhanahu va taologa. U inson nima qilyapti? O'sha taqaga, qayerdagi bir toshlarga, qayerdagi bir narsalarga suyanib olyapti. Bu ham mayda shirk. Ko'zga ko'rinmaydigan shirk bo'lsa, u odamning ichida bo'ladi. U nima desa? Riyo. Riyo degan el ko'rsin, el bilsin, meni tanisin degan narsalar riyo bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Inna yasiru riya'i shirkun." Shirkning ozi ham, riyoning ozi ham shirk deb aytadi payg'ambarimiz. Riyo nima dedik hozir? El ko'rsinga qilish. Alloh ko'rib turibdi meni, Alloh bilsin degan emas. Men odamlar maqtasin, meni zo'r o'qiyapti desin, meni qiyin desin, kuchli desin, odamlar meni gapirsin, meni yaxshi ekan deb o'ylashsin deb odamlar uchun bu ishlarni qiladi, xatti harakatlarni qiladi. Nimaga? Shu odamlar meni maqtasin deydi. Alloh meni maqtasin demaydi, tushunyapsizmi? Shirk bu eng katta gunoh bo'ladi. Shirk nima degani bilasizmi? Shirk bu Allohga sherik qo'shish. Alloh yakka-yagona deb biz guvohlik berganmiz. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayaptiki, men hamma gunohlarni bandalarni kechirishim mumkin, kechiraman, lekin shirkni aslo kechirmayman deydi.
Qarang, siz ibodatda nuqson qildingiz. Ya'ni namozni o'qib o'qimayapsiz, Qur'on o'qib o'qimayapsiz, yana ro'zani tutib tutmayapsiz sabablarga ko'ra. Alloh subhanahu va taoloning haqqi bu. Xohlasa kechiradi, xohlasa kechirmaydi. Tushunyapsizmi? Shirk bu shunday narsaki, Alloh subhanahu va taologa nisbatan bo'lgan, Alloh subhanahu va taologa nisbatan bo'lgan yolg'on, Alloh subhanahu va taologa nisbatan bo'lgan qo'shishlik, sherik qo'shishlik. Allohga o'xshash yana bitta narsa bor deganga o'xshash. Misol uchun men sizlarga o'zimni misol qilib oladigan bo'lsam, meni narsalarimga, meni o'zim Alloh taolo bergan narsalar endi menikida, menga bergan narsalar Alloh subhanahu va taoloniki o'z aslida. Endi majazan o'zimizga oladigan bo'lsak, meni narsamga sizlar ko'z qaradinglar. Mashinamni ko'rdinglar. Mashinamga aybini aytyapsizlar. Mashinasi balon teshik ekan, rangi o'chib ketgan ekan, mayli zanglagan ekan, aynaga siniq ekan deb kamchiligini aytyapsiz. Yoki sinfimizni mana partasi mana jilib ketar ekan, mayli qiyshiq ekan, abo'ylari yirtiq ekan desiz, men bunga achchig'im kelmaydi. Nimaga? Sizlar meni narsalarning buyumlarini aytyapsizlar. Endi shaxsan men haqimda yomon fikr, yomon so'z aytadigan bo'lsangiz, bu domla ko'zi manaqa ekan, quloq qiyshiq ekan, burni bunday ekan, tishi tushgan ekan deb menga nisbatan yomon gaplarni aytadigan bo'lsangiz, nafsiyonatimga tegadigan so'zlar gapiradigan bo'lsangiz, meni g'azabim, achchig'im chiqishi mumkin. Sizga otilishim mumkin. G'azabimni sochishim mumkin-da. Nimaga menga nima qilyapsiz meni? Yomonotlik qilyapsiz. Men o'zim tozalashligim kerak. Endi xuddi bu go'yoki endi majozan misol qilib olyapmiz-da. Alloh subhanahu va taologa ham siz Alloh taoloning buyruqlarini qilmasdan yursangiz, Alloh subhanahu va taolo xohlasa kechiradi sizni, xohlasa azob beradi. U Allohning ixtiyorida, bu Allohning huquqi, huququlloh bo'ladi. Endi siz Alloh subhanahu va taoloning o'ziga siz gunoh qilayotgan bo'lsangiz, shirk qilayotgan bo'lsangiz, demak xuddi hozir menga siz yomon so'z aytyapsiz-ku. Men manaqa shunaqa deb menga gap aytayotgan bo'lsangiz, men yomon ko'ryapmanmi? Demak Alloh subhanahu va taolo o'ziga siz sherik qo'shayotgan bo'lsangiz, Alloh taologa o'ziga o'xshash yana bitta zot bor desangiz, demak Alloh taolo buni aslo kechirmaydi ekanda. Menga o'xshash hech kim yo'q Alloh subhanahu va taolo deb aytayapti. Eshityapsizmi? Alloh subhanahu va taologa o'xshash hech qaysi maxluqot yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taolo bordir. Alloh subhanahu va taolo qudrati cheksiz, nuqsonlardan pok bo'lgan zotdir. Hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Bizi aybimiz bor. Ba'zan qorong'i tushsa ko'rmay qolamiz, yorug' tushsa yarki bo'lib ketsa, u yarki bo'lib ketdi deymiz, sovuq bo'lsa sovqatib ketdi deymiz. To'g'rimi? Qo'limiz ishlamay qolsa-chi, oyog'imiz yurmay qolsa-chi, qanchalik qiynalamiz, xor bo'lamiz. Bizni a'zolarimiz sop-sog'. Endi shularning bittasi yo'q bo'lib qolsa qiynalamiz. Bir albatta bizning nuqsonimiz bor-da. Hozir mayta svetimiz yoniq turibdi, alhamdulillah. Qorong'i tushgandan keyin svetlar o'chirib, hamma yo'l qop-qorong'i bo'lib qolsa, siz masjiddan nima qilib qolasiz? Xuddi ko'r odamdek pipaslar, haligi devorlar ushlab, taxtalar ushlab, stollar ushlab qolasiz. Bu qayerda edi, bu qanaqa edi, mana nima edi, qani eshik mana bo'lib qolasiz. Bizning nuqsonimizmi? Bizning kamchiligimizmi? Demak, Alloh subhanahu va taolo bunday kamchiliklardan toza. Endi men buni nima demoqchiman? Shirk eng katta gunoh. Alloh subhanahu va taolo buni aslo kechirmas. Endi qarang. Biz mana Kafirun surasini aytyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mayda shirkdan saqlaninglar dedi. Yo Rasululloh, biz qanday qilib mayda shirklardan saqlanamiz dedi. Mayda shirklar shunday ekanki, sizni qalbingizga sekin kirib ketar ekan. Qanday kirib ketadi desa, qubrisqari yurgandek, chumoli yurgandek bilinmasdan kirib ketar ekan. Bundan o'zimizni to'sish uchun, himoya qilish uchun Kafirun surasini kechki vaqt o'qib yotishligimiz kerak ekan. Yuqorida aytib o'tdim, shirk ikkiga bo'linadi. Katta shirk, kichkina shirk. Kichkina shirk ikkiga bo'linadi dedim. Agar shu ikkita kichkina shirkdan saqlanmasangiz, u katta shirkka olib boradi-da, sizni dindan chiqarib tashlaydi, Alloh taolodan uzoqlashtiradi. Mana shu mayda shirklardan boshlanadi. Siz mayda shirkni o'zingizdan to'smasangiz, mayda shirkni o'zingizdan uzoqlashtirmasangiz, o'zingizni himoya qilmasangiz, siz nima bo'ldingiz? Katta shirklarga qarab qadam tashlashni boshlayapsiz. O'zimizni ehtiyot qilamizmi? Kechki vaqt Kafirun surasini o'qib yotamiz. Tayyormizmi inshaalloh? Aysha roziyallohu anha aytadi. Aysha roziyallohu anha kim bilasizmi? Aysha roziyallohu anha payg'ambarimizning zavjalari bo'ladi, ayollari bo'ladi, xotinlari bo'ladi, birga yashagan bo'ladi. Endi payg'ambarimizni nima qilganliklarini ko'rgan inson bo'ladi. Va ana shu ko'rganliklarini sahobalarga va bizgacha mana yetib kelyapti, hadis bo'lib bizgacha aytib beryapti.
Oysha roziyallohu anha aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon to'shagiga kelganlarida nafasa fi kaffayhi qul huvallohu ahad va bil muawwazatayni. To'shaklariga kelganlarida qul huvallohu ahad, ya'ni Ixlos surasini va Falaq, Nas suralarini o'qib ikki kaftiga. Kaft qaysi yer bilasizmi? Kaft mo'u qo'lingiz ichki tarafi bo'ladi. Barmoqlaringiz ichki tarafi mayer bo'ladi. Summa yamsahu bihima wajhahu. Ana shu kaftiga dam solib, undan keyin ikki qo'lini yuziga surtar edi. Bunday qilib. Va ma balagat yadahu min jasadihi. Qo'li ikki qo'li jasadining hamma joyiga yetar edi deyapti. Ya'ni bu degani hamma joyiga qo'lini sirpab, dam solib silab chiqar edi. Men sizlarga hozir qanday qilganligini ko'rsatib beraman. Xo'p, to'shakka kelganimizda mana shunday holatda o'tiramiz. O'ng tomondan kirib o'tirganingizdan keyin birinchi o'tgan darslarda esimizda Oyatul Kursini o'qiymiz bir marta. Keyin hozir Kafir surasini o'qiymiz bir marta. Qul huvallohu ahad, ya'ni Ixlos surasi. Qul a'udhu bi robbil falaq, ya'ni Falaq surasi. Qul a'udhu bi robbin nas, ya'ni Nas suralarini o'qiymiz bittadan va dam solamiz. Qanday? Qo'limizga puflaymiz, shuf deymiz. Yuzimizni surtamiz. Keyin boshimizni orqasiga olib boramiz va yelkalarimiz oldidan qo'limizni silab oldimizga olib kelamiz. Kinnik yetgandan keyin qo'limizni teskari qilamiz va tizzamizgacha olib kelamiz. Va tizzamizga yetgandan keyin qo'limizni yana o'ng qilamizda oyog'imizni uchigacha silab tugatamiz. Mana shunday holat badanga dam solindi bo'ladi. Hadisga amal qilgan bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? 18-si Sajda, Mulk, Isro va Zumar suralarini o'qib yotish. Tirmiziy. Qala Jabirun roziyallohu anhu kana nabiy sallallohu alayhi va sallam la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanzil va tabarakalladzi biyadihil mulk. Jabir roziyallohu anhu aytadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam alif lam mim va tabarakalladzi biyadihil mulk larni o'qimaguncha uxlamas edi. Ya'ni alif lam mim tanzil degan sura Sajda surasi, ikkinchisi Taborak, ya'ni Mulk surasi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu ikkita surani va yuqorida aytgan suralarni o'qimasdan uxlamas ekan. Endi biz qo'limizdan keladimi shu hamma surani o'qishlikka? Qo'limizdan kelsa, shu to'rtta surani o'qib yoting. Agar qo'lingizdan kelmasa, eng yo'q degandachi har kuni Mulk surasini o'qib yotish kerak. Tabarakallazi biyadihil mulku va huva ala kulli shay'in qodir ila al-oxir. Bu Mulk surasining fazilati shundayki, har kuni o'qib yotgan insonni qabr azobi bo'lmaydi. Bu Taborak surasini boshidan oxirigacha. Necha bet? 1, 2, 2,5 bet. 2,5 ga to'liq emas. Siz o'qibla qo'yasiz. Uni o'qaversiz, har kuni o'qaversiz, yod bo'lib qoladi. Undan keyin yoddan o'qiydigan bo'lib qolasiz. Aslisi nima? Fazilatlisi nima desa, kitobga qarab o'qishlik eng fazilatli bo'lib hisoblanadi. Inshaalloh mana shu amallarni qilishlikka Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin. Yuqorida aytgan uyqu odoblarini qilishlikka Alloh subhanahu va taolo hidoyat bersin. Tayyormizmi inshaalloh? سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا ونستغفرك ونتوب إليك اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.